Vohid boboni programmasi do'stlar, nasib bo'lsa dushanba yo seshanba kuni ishga tushadi. Ana shunaqa shaklida bo'ladi. Bitta mahallaga qo'yiladi. Gideta 5000 ta, 3000 ta odamga yetayotgan darajada bo'ladi. Ko'pchilik negativ yozayotganlaringiz uchun tushuntiryapman. Ishtinglar yaxshiroq. Qaranglar, bu mahallaga qo'yilgandan keyin buni kattasidan qo'yib bo'lmaydi. Nima degani kattasidan qo'yish uchun dunyo pul ketadi. U prezident qachonki ruxsat bersa, keyin kattasidan qo'yiladi. Bu kichkina shaklida qo'yiladi. 5000 ta odam mahallada 5000 ta odam yashasa, 5000 ta odam besplatni internetdan foydalanadi. Hammani telefoni, sim kartasiz, Wi-Fi'siz ishlaydi. Besplatni ishlaydi. Keyinchalik agar ruxsat bersa davlat xodimlari, keyinchalik buni kattasidan qo'yiladi. Ana katta shitdan bitta qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin 32 million aholi O'zbekiston va O'zbekiston besplatni ishlatadi keyinchalik. Hozir dushanba kuni nasib bo'lsa isha tushadi, yo dushanba yo seshanba kuni bosiladi tugmasini. Hamma kelib davlat xodimlari nazorat qiladi. Agar ma'qul bo'lsa, agar hamma ma'qul bo'lsa, ishlashi yaxshi bo'lsa, endi yaxshi davom etsa, agar nasib bo'lsa, yaxshi bo'lib ketadi. Agar yoqmasa, ishlashi ma'qul kelmasa odamlarga atkaz bo'ladi. Videolarni to'liq ko'ringlar. Profilimga kirib, like bosib, podpisatga bosib qo'yinglar. Og'izlaringizda kelgan gapi yozmanglar, iltimos. Ko'pchilik negativ yozganda negativ yozmanglar, iltimos. Podpisatga bosib qo'yinglar. Videolarni to'liq qo'yganman. To'liq kirib ko'ringlar.